Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'ying. O'zbekistondan Rossiyaga bormoqchilar uchun ajoyib yangilik. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Toshkentda Rossiyaga ketadigan fuqarolar uchun migratsiyadan oldingi tayyorgarlik markazi ochilishi mumkin. Migratsiya agentligi direktori Bekzod Musayevga ko'ra, O'zbekiston bu taklifni Rossiyaga taqdim etgan. Markazda muhojirlar uchun bir qator xizmatlar ko'rsatilishi rejalashtirilgan. Dastiloskopiya, fotosuratga olish, kirishi taqiqlanganligini tekshirish va sug'urta rasmiylashtirish. Shu bilan birga u yerda faqat hujjatlar emas, balki ishga chiqishdan oldingi tayyorgarlik ham amalga oshiriladi. LDPR partiyasi rahbari Leonid Slutskiy federal byudjet yukini yengillashtirish maqsadida Rossiyadagi migrantlar uchun ijtimoiy pensiyalarni bekor qilishni taklif qildi. Bu haqda u Gazeta.ru nashriga ma'lum qildi. Rossiya ayni paytda juda muhim vaziyatni boshdan kechirmoqda. Harbiy, ijtimoiy, demografik va boshqa muammolar, bularning barchasi katta resurslarni talab qiladi. Slutskiyning so'zlariga ko'ra, bu fonda davlat hozirda rus millati qurilishiga hech qanday hissa qo'shmagan, migrantlarning pensiyalari uchun mablag' sarflamoqda. Shu munosabat bilan LDPR yangi kelganlar uchun bepul ijtimoiy imtiyozlarni bekor qilish zarur deb hisoblaydi. LDPRning taklifiga tushuntirish xatida qayd etilishicha, chora pensiya tizimini asossiz ijtimoiy majburiyatlardan himoya qilish va byudjet yukini kamaytirishga qaratilgan. Agar onlayn ravishda migrant servis ilovasidan patentga xizmatlarni oldindan to'lab borsangiz, navbatda ko'p turmaysiz. Yana bir muhim tomoni, Sahravada internet yaxshi ishlamaydi. Shu sababdan onlayn to'lovlarni uyda oldindan qilib qo'ying va undan keyin Sahravaga boring. Shunda navbatda ko'p turmaysiz. Navbatlardan esa tezda o'tib ketasiz. Patentga topshirish uchun xizmatlar narxi 22.613 rubl, patent uchun to'lov boji 4.200 rubl. Patentga topshirish 26.813 rublni sarflaysiz. Bu pulga patentni olishga borganda to'laydigan birinchi oy to'lovi 8.900 rublni ham qo'shing. Albatta, ayrim xizmatlarni onlayn to'layotganda olib tashlashingiz mumkin. Masalan, vaqtinchalik DMSni podpiskasini. Ularni to'lamaganingiz patent olishda qiyinchilik tug'dirmaydi. Госпошлина 1-sentyabrdan kiritildi. Госпошлина 4200 rubl. To'lamaganlar rus tili imtihoniga kiritilmaydi. Imkoni bo'lsa, Госпошлина uchun to'lov qaytimsiz pul olib boring. Tulada patent narxi 25.000 rubl bo'lishi mumkin. Viloyat gubernatori Dmitriy Milyayevning ma'lum qilishicha, Tulada 2026-yil 1-yanvardan boshlab migrantlar uchun patent to'lovini 25.000 rublga oshirish rejalashtirilmoqda. Hozirgi to'lov 11.200 rublni tashkil etadi. Bundan tashqari, u yerda patentli migrantlar ishlashi taqiqlangan sohalar ko'paytirilmoqda. Tataristonda migrantlar uchun patent narxi oshadi. 2026-yildan boshlab Tataristonda chet el fuqarolari uchun ishlash uchun ruxsatnoma narxi 8% ga oshib 7.900 rublga yetadi. Chet ellik ishchilar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha qat'iy belgilangan avans to'lovlarning hududiy koeffitsiyenti 2.55 etib belgilandi. Ushbu koeffitsient ruxsatnomaning yakuniy narxini belgilaydi. Natijada joriy yilga nisbatan summa 622.6 rublga oshadi. Tegishli qonun bugun Tatariston Respublikasi Davlat Kengashi tomonidan tasdiqlandi. Tatariston Mehnat, bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vaziri Elmira Zaripovaning so'zlariga ko'ra, koeffitsient migrantlarning rejalashtirilgan o'rtacha oylik ish haqining 13% daromad solig'i asosida hisoblab chiqiladi. Uning ta'kidlashicha, byudjet daromadlari ko'paytirilishi va chet ellik ishchilar uchun ish haqi miqdorini kamaytirishi mumkin. 2023-yilda patent narxi 6.800 rublni tashkil etgan edi. O'sha yili oxiriga kelib viloyat byudjetiga migrantlardan 2 milliard rubldan ortiq soliq tushdi. 2024-yilning 8 oy davomida bu miqdor 1.7 milliard rublga yetdi. Yil oxiriga kelib esa rasmiylar bu ko'rsatkich 2.3 milliard rublga yetishini taxmin qilmoqda. Joriy yilning 1-iyun holatiga ko'ra, Tataristonda patent bo'yicha ishlayotgan 38.000 xorijiy fuqaro ro'yxatga olingan. Rossiyada ikkita yo'lovchi samolyoti to'qnashib ketdi.
24-sentyabr kuni Rossiya poytaxti Moskva shahridagi Sheremetyevo aeroportida ikki yo'lovchi samolyoti to'qnashib ketdi. Bu haqda Rossiya Federal havo transport agentligi Rosaviatsiya xabar berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya aviakompaniyasining Sankt-Peterburgga uchadigan Superjet 100 samolyoti parvozga tayyorlanayotganda Hainan Airlines aviakompaniyasining Pekinga qaytayotgan Airbus A330 samolyoti bilan to'qnashgan, deyiladi xabarda. Aniqlik kiritilishicha, hodisa uchish-qo'nish yo'lagi bo'yidagi yo'lda sodir bo'lgan va yo'lovchilarga jarohat yetmagan. Rossiya aviakompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, boshqa samolyotning qanoti Rossiya samolyotining orqa qismiga tegib ketgan va oqibatda samolyotga zarar yetgan. Hainan Airlinesga qarashli Airbus texnik ko'rikdan so'ng parvozlardan chetlashtirilgan. Rossiya aviakompaniyasi yo'lovchilari Sankt-Peterburgga zaxira samolyoti orqali yetkazilgan. Pekin reysining 264 yo'lovchisi esa zaxira samolyot yetib kelguniga qadar mehmonxonaga joylashtirilgan. Rosaviatsiya hodisani o'rganish uchun maxsus komissiyani tuzishni ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning Irkutsk shahridan O'zbekiston poytaxti Toshkentga uchish kerak bo'lgan samolyot qushlar bilan to'qnashib ketgandi. Samolyot bortida 6 nafar ekipaj a'zosi va 91 nafar yo'lovchi bo'lgan. Hodisada hech kim jabrlanmagan, samolyot shikastlanmagan. Rossiya Savdo-sanoat palatasi prezidenti Sergey Katerin gazeta Ruga bergan intervyusida yaqin kelajakda Vyetnam, Nepal va Bangladeshdan Rossiyaga mehnat muhojirlari oqimi kuchayishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakatlari uzoq muddatli shartnomalar asosida kelishga tayyor. Ishchilarning katta guruhlarini shakllantirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga Katerinning ta'kidlashicha, chet el ishchi kuchiga haddan tashqari ishonish, avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishni sekinlashtirishi mumkin. Mutaxassis Hindistonda migratsiyaning kuchayishi Rossiyada xususan qurilish va restoran, xizmat ko'rsatish sohasida, chakana savdo va tozalash kompaniyalarida ishchi kuchi yetishmasligi bilan bog'ladi. Korxonalar uchun bu ishchi kuchi yetishmovchiligini to'ldirish va buyurtmalarni o'z vaqtida bajarish, ishchilar uchun esa pul ishlash imkoniyatini taqdim etadi. Rossiyada daromadlar migrantlar kelayotgan mamlakatlarga qaraganda taxminan 1,5 baravar yuqori. Katerin 2026-yilda Hindistonda migratsiya o'sishini bashorat qilmoqda. Rossiya MDH davlatlaridan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan ishchi kuchiga tayanishda davom etadi. Biroq ekspert ta'kidlaganidek, bu mamlakatlarning resurslari cheklangan. Turkiya va Yaqin Sharq ishchi kuchi uchun raqobat qilmoqda. 2025-yilda Rossiyaga hindistonlik mehnat muhojirlari oqimi o'tgan yilga nisbatan qariyb 25% ga o'sdi. Qurilish va xizmat ko'rsatish sohasida hindlarning o'rtacha ish haqi Hindistondan 60% yuqori. Ishchi kuchining keskin taqchilligi sababli ular uchun jami 234,9 nafar kvotadan 71,8 ming kishilik kvota ajratildi. Samolyot viloyatidan 137 nafar migrant deportatsiya qilindi. Yil boshidan buyon Samolyot viloyatidan migratsiya qonunchiligini buzgani uchun 137 nafar chet el fuqarosi majburan deportatsiya qilingan. Ularning barchasi sud qarori bilan jarima va ma'muriy deportatsiyaga hukm qilingan. Qoidabuzarlarning aksariyati Markaziy Osiyo davlatlari, Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Ozarbayjondan kelgan. Ular orasida Hindiston, Kuba, Gruziya, Pokiston va Shri-Lanka fuqarolari ham bor. Deportatsiya qilinishidan oldin muhojirlar xorijiy fuqarolar uchun maxsus muassasada saqlangan. Departament xodimlari qoidabuzarlarni davlat chegarasigacha kuzatib bordi va chegarachilarga topshirdi. Deportatsiya qilinganlarning hammasiga 5 yilgacha Rossiyaga kirish taqiqlangan.